Bir xonali kvartira so'ragan obunachilarimiz uchun bugun biz Chilonzor 20A kvartaldamiz. Sobir Rahimov Olmazor metroga примерно 7 minutlik peshkom yo'l. Shundoq katta yo'lning yuzasida 4 etajli domimizning 3-etajdan kvartira ko'rsatib o'tamiz. Katta yo'lning yuzasida joylashgan, narxi juda ham shokolad narxda chiqadi. Ipoteka kreditga ham beriladi. Agarda bir xonali arzon kvartira so'rab yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men sizga kvartirani ko'rsatib o'taman. Shundoq katta yo'l yuzasida. Dom oldida daraxtlar, hamma narsa bor, manzarali joylari bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Olmazor metro shundoq kvartiramizning yonginasida joylashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bismillah. Kvartiramizga ham kirib oldik. Men sizlarga hozir kvartiraning kirish eshigidan boshlab ko'rsatib o'taman. Kirish eshigimizda temir eshik, kirishda bizani mana bunaqa koridorimiz kutib oladi. Oshxona, sanuzel o'sha bitta xonamiz. Xo'p, bu yerda narsalarni qo'yib qo'yish uchun mana bunaqa joy ham qilib qo'yganmiz. Kvartiramizda yevro remont. Kecha remontdan chiqdi, remontdan keyin hali hech kim kirib yashagani yo'q. Bir kun ichida notarius qilib, kaliti o'sha kun ichida berib yuboriladi. Ertagasi kuni bemalol kirib yashab ketsanglar bo'ladi. O'sha bitta xonamizda hamma sharoitlari bilan yumshoq zonamiz televizor zonamiz. Bu yumshoq zona spalni ham bo'ladi, katta spalni bo'ladi. Bemalol spalni o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Shu yerda o'zida ovqatlansanglar ham bo'laveradi. Bu yoqda shkoflarimiz ham qilib qo'yilgan. Yangi immerdan konditsionerlari ham qilib qo'yilgan. Pardalarimiz. Kvartiramizning remonti juda ham yaxshi bo'lgan, sifatli materiallar ishlatilgan. Bemalol kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. Agar sizlar shunaqa tayyor yashaladigan kvartira xarid qilib olish niyatida yurgan bo'lsanglar, ushbu kvartirani sizlarga tavsiya berib o'taman. Kvartiramiz 34 metr kvadrat, bir xona, bez balkon hisoblanadi. Hozir men sizlarga oshxonani ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda oshxona. Oshxonada ham hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yerda холодильник, gaz plita, kriush mashinasi, kuxonniy mebel, vitichka hamma narsalar bilan birgalikda. Akvariumlar uyimizni isitish radiator orqali. Sanuzelimiz aralash. Bu yerda sanuzel. Sanuzel ham tor emas, keng. Bu yerni ham chiroyli qilib remont qilib qo'yganmiz. Agar ushbu kvartira sizlarga yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosib qo'yinglar. Kvartiramiz juda ham yaxshi sharoitlarga ega qilib qo'yilgan. Bu kvartiramiz aytib o'tganimizdek, Olmazor metroning yonginasida joylashgan, katta yo'lning yuzasida. Yosh oila yoki mana bu student bolalariga uy olib berib qo'ymoqchi bo'lgan akalarimiz yoki opalarimiz uchun juda ham yaxshi variant. Shunaqa arzon narxdagi uydan boshlab kelgan katta xonali uylarga o'tib ketsanglar bo'ladi. Boshlanishiga mana shunaqa uydan boshlayman deganlar uchun juda ham yaxshi variant, hamma sharoitlarga ega qilib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, ushbu kvartiramizda 4 etajli domi 3-etajda joylashgan. Kvadrat metri 34 kvadrat. Ipoteka kreditga chiqadi. Ipoteka kreditga men bu 10 ming, 15 ming bilan chiqazib berdi deganlar, iltimos menga aloqaga chiqmanglar. Chunki kvartiramizning 25 ming dollar undan yuqori narxda ipotekaga chiqazib beramiz. Chunki oylik to'lovi sizlarga yengilroq keladi. Agar shunaqa pul bilan ipotekaga chiqazib olaman deganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ushbu kvartiramizning narxini starti 45 ming dollar qo'yib qo'yganmiz, so'rovimiz. Kelsanglar savdosini qilib, chiroyli narxlarda qilib beramiz ichidagi hamma narsalar bilan birgalikda. Agarda kvartira sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol video ustidagi 6414 telefon raqamiga aloqaga chiqinglar, olib kelib ko'rsataman, yoqsa baraka. Shundoq Olmazor metrodan 7 minutlik peshkom yo'lda joylashgan. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Sulashov kanali sizlar uchun xizmatda.